Amazon chegirmasi yoki skitkasi desak yolg'on bo'ladi. Mana shu savdomiz hammasi yolg'on bo'ladi. Biz shu planni qilib kelgandik, Ramazon paytiga to'g'ri keldi. Gap shunda. Boshladi u. 420 mingdan sotilgan, bittasi o'tkirroq, bittasi shirinroq bo'lgan, jenskiy murskoyga to'g'ri keladigan Udmoyer bilan Amber Notice. Bu noyob Dubai parfyumlarini 230 ming so'mdan olasiz. 320 mingdan sotilgan Musk Ward bilan Musk Rasas parfyumlarini eslatib o'taman. Bu shirinroq, bu xolodniyroq, bahorga, yozga Dubai noyob bo'ladi. Bularni ham zo'r narxda qilib beriladi 200 ming so'mdan. 450 ming so'm sotilgan Safari parfyum. Bularning stoksida lekin kerak bo'lsa bir haftalab ham turadi. Shleyflari ham kuchli bo'ladi. Arab parfyumlar ozgina shirasi bo'ladi. Aka-ukalar ayollarga ham, erkaklarga ham hidda to'g'ri keladi. 450 ming so'm sotilgan, buni 240 ming so'mdan. Lekin 4 ta dona qolgan ekan. Good Girl Gamba degan parfyum bor bilasizlar, Kilianga tegishli. Aynan shuni Dubai analogini eski narxi aka-ukalar diqqat qilinglar 650 ming so'mdan ekan. Bu erkak ayollarga ham ketadi. 30 shleyfli, 30 stoyka hisoblanadi. Buni endi nasib qilgan odamga o'zi jam ko'p emas, 290 ming so'mdan qabul qilasiz. Akalar, Santal 33 seti nabori juda ham yaxshi ko'raman. O'zim ham stoyka shleyfi ichida yana 10 mg geldilar dushasi cho'miladigani bor. Endi buni ham narxini eshiting. Xo'p, diqqat qiling, o'zi bundan ja ko'p emas. Santal 33 590 ming so'mdan, ya'ni mana shu Stallion 53 bo'lib chiqqan versiyasi analogini sotgan ekanmiz. 590 ming so'm edi, endi 300 ming so'mdan. Kimga nasib, maza qilib sepinglar. Yana hop, qaysidirini chegirma qilib, masalan, qaysidirini berilmaydi emas. Biza tildan chiqdimi, barcha Dubayga dedikmi, barcha Dubai parfyumlariga. Afnan, akalar, Afnanni o'zini alohida nech pulga olardingiz? Diqqat qiling. Biza bu naborni hop 690 ming so'm sotgan bo'lsak, profilda ham bor. Endi tak, mana bu yozganman hisoblab. Nabor set 410 ming so'mga. Akalar, endi diqqat qilinglar. Bularning ichiga nima kirmaydi? Dastavka puli kirmaydi. Dastavkani o'zingiz to'lab olasiz. Butun O'zbekistonga qulaylik bo'lishi uchun biz ilgari bunaqa narxlar qo'yilganda do'konga kelinglar dedik. Yo'q, endi onlayn qilamiz. Bemalol hozir Ramazon paytida bab ko'pchilik kela olmaydi. Yozinglar Telegramga va qolgan parfyumlarning barchasini rasmga olib Telegramga yana dumaloq videolar qilib joylaymiz. Boshladik, startni berdik. Ramazonlar yaxshi o'tkazinglar. Narxlar ham balkim bizga bir nima yozilar, shunaqa paytga to'g'ri kelamiz degan aytgandek, maqsad ancha oldin bo'lgan, Ramazon paytiga to'g'ri keldi. Narxlarni go'zal qilish, aynan barcha Dubai, diqqat qiling, Dubai barcha parfyumlariga xush kelibsizlar. To'xtang. Zimayani aytmadingiz demang, mana Zimaya ham bor. Zimayani aytmadingiz demang. Zimayani o'sha ganimetini hidini beradigan 350 ming so'm sotardik. Buni ham chiqarganmiz. Stallion 53 350 ming so'm edi. Xush kelibsizlar 200 ming so'mdan. Abdulla Rahimov va Rahimov parfyum. Sizlarni olsanglar, olmasanglar, xarid qilsanglar, qilmasanglar yaxshi ko'raman, chunki hammalar vatandoshimizsizlar. Boshqa vatanlardan ham, umuman davlatlardan ham kuzatadiganlar bor. Hammalar hurmatdasizlar. Xush kelibsizlar.